Guvohlikda hurmatli obunachilar, mana navbatdagi kamiy pechkamiz. Namangan viloyati Namangan tumani Kichik Toshbuloq. Namangan tumani Kichik Toshbuloqqa o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Salahning nomerlarini qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1 metrli to'rtligida bo'lgan, gazga, o'tin, ko'mirga mo'ljallangan ikkita xonani bemalol isitib beraveradi. Ikkita xona o'rtasiga quriladi, bir tomondan yoqiladi, ikkita tomon suvladi. Pechka to'rtligida bo'lgan, old tarafi gazni ulab qo'yganmiz. Orqa tomoni gaz ulab qo'ydik. Bitta gaz bor ekan, endi gaz yoqishar ekan. Gazga bo'ladimi deganlarga gazga bemalol isitib beraveradi. Mana bu tomonda o'sha qaynatib bo'ldi. 5 minut bo'lmadi yoqqanimizga. Yo'q. Mana uyda egalari batafsil ma'lumot olamiz. Xizmatlar ma'qulmi aka? Gapirish mumkin emas. Yashagan ustalar. Omalaki bu pechkani o'rnatgan odam yutqizmaydi. O'rnatina. Mana gazimiz yonyapti. Uy vodovan siyosatda ikkala uy ham. Mana 5-10 minutcha bo'lyapti. O'rnatina. Arzon ekan. Xudo xolasa yana men bitta uyga o'rnataman. Hozir 3,5 ga 5 xonani ikkitasiga o'rnatib berdik. Gazni ulab qo'yganmiz, mana. Gazga yonadimi deganlarga mana. Gazga bemalol yonaveradi. Torchni ko'ryapsizlarmi? Bu erib ketmasa bo'ldi shu. Xona erib ketmasa bo'ldi. Pechka emas. Pechkaga gap yo'q. Mana mo'rlar zigzag yo'q, 2 marta aylantirib chiqavorganmiz, tozalaydigan o'tlarni. Uni rasxoti 1,5 tonna, rasi sovib ketgan 1,5 tonna, anomal sovuqda 1,5 tonna yoqishgan. Bo'lmasa 500 kg 1 tonna, barxilgilar 1 tonnadan 4 qavat qoldi deyapti. Rasxoti ko'mirda. Ozgina o'tin yoqib turib, ustiga ko'mir tashlashyapti. Mana. Bemalol foydalansa bo'laveradi. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hamma yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Uydagi sement xun, shipirdan chiqadigan bo'lsa, bitta azbiz olib qo'yadi, qolganini olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Joy ochiqlar, penoblok, shlakoblok, gazoblok bo'ladigan bo'lsa, ulardan g'isht chiqmaydi, tepasiga 50 tadan 150 tagacha g'isht ketadi, olib qo'yishadi. Qolganini olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.